Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan biz yana qiziqarli o'yinlar o'ynashni boshlaymiz. Demak, mana bu balans fazogirlar o'yini bosh qotirmasini o'ynaymiz. Demak, fazogir hammasi kosmonavt. Demak, bu o'yinda nima qilamiz? Zarik tashlaymiz. Nechta tushadigan bo'lsa, o'shalarni nima qilamiz? Qo'yib boramiz. Demak, boshlaymiz. Sarar birinchi mayli, sen boshla endi. 6 ta qo'yib chiqishim kerak. Kim birinchi tugatadigan bo'lsa, o'sha o'yin g'olibi bo'ladi. G'olib bo'lganlar mana bu o'yinchoqlardan birini nima qiladi? Qo'lga kiritadi. Bo'ldi, ol. İstemedi. Ber. Yana bir marta yiqilsan, ber Sarvarga tashlasin. Ikkita qo'y. Вот. İşte вот. İşte. Necha? İşte. Bir. 2. 3. Hadi yana kimniki bitta qurasa 6 ta. Zarka. Ya, tamam mı? Bo'ldi. Bo'ldi ya. Demak, bu o'yinda ham demak Sarvar nima qildi? Mag'lubiyatga uchradi. 2 marta tushirib qo'y. Hali qolgan-ku de. Hadi tashlamaydi. 5 ta. 5 ta. Endi nechta? 8 ta. Voy. Qilsin. 5 ta qo'yildi. Qani tashlashi? Voy. Yomon. Qilib pishmasa voy faqat. İşte. Dörtte. Uy. Bir işte. Yana bitti kaldı. Bo'ldi. Demak, Sarvar endi Mahsus etme. Hadi boş. tashlamaydi, sen tashla. 2 ta. Uy. Vaqtimiz ko'p ketyapti, tez-tezroq qiling. İşte. 2 ta. Tamam. Al. Bo'ldi, ol. Ha, bunca yok ne? Bitta. Bitti. Bo'ldi. Ma, tashla sen. Bak. Bitta. 4 ta. Ben tutup şimdi. Hammasi o'rtasini ham qo'ysang. Ay. O'zingga g'olib bo'ldi. Yana demak qaysi o'yinchoqni olasan? Demak o'zi bu nima ekan? Demak bu antiqa ilonchali. Demak bolalar jonlariga keyin bularni nima qilamiz? Ko'rsatamiz. Demak magnitga yopishuvchi ilon, yo magnit yutuvchi. Bolajonlardan xayrlashamiz. Hayır.